Assalomu alaykum Xudxud setka savdo kuzatuvchilari. Bugun mana biz Yunusobod tumanidagi bir obyektga kelganmiz. Bu joyda ish jarayoni bo'lib turibdi. Balandligi 2,5 metrli, uzunligi 2 metrli formatda bo'lgan 3D Euro setkamizni mokriy asfalt, ya'ni to'q kulrang rangdagisini bu joyga o'rnatish jarayoni ketib turibdi. Hop, ustun profillari 60 ga 40 mm da bo'lgan ustun profillar va qalinligi bo'lsa 1,5 mm ligidan. Ya'ni bu joyga balandligi o'zi aslida 2 metrli standartimiz bo'ladi, lekin mijozlarning talabiga ko'ra 2,5 metrli formatda qilib berildi. Mana bu joyga, ya'ni balandligi 2,5 metrli eshik ham o'rnatib berishimiz kerak hali. Ungacha bo'lgan jarayon, ya'ni stoykalar o'rnagan va ularga krepleniya yordamida setkalar qadab chiqilgan. Hop, ustalarimiz Sirojiddin, assalomu alaykum. Hop, bu joyda ya'ni nima ishlar bo'ldi, xudo xolasa? Xudo xolasa bu yerda bu joy turpoqli joy bo'lganligi uchun maxsus tumbuchkali betonlar yasab chiqildi. O'sha tumbuchkali betonlarga stoykalar o'rnatildi. Undan keyin setkalar krepleniya yordamida o'sha stoykalarga qarab chiqildi va bu yerda eshiklar qolibdi, xudo xolasa. Eshiklar joylari bor, o'sha o'rnatilsa ish bitib qoladi. 3D Euro setka Euro zaborlarni standartdagi o'lchamdan boshqacharoq o'lchamda, ya'ni boshqacharoq formatda ham buyurtmalar asosida chiqarib berishimiz mumkin, lekin buni oldinroq buyurtma qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, siz istagan ya'ni ranglarda ham, anvoyi ranglarda ham chiqarib berishimiz mumkin. O'rnatib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Batafsil quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xudxud setka savdoga murojaat qilinglar. Xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.